Aktrisa Feruza Normatova qallig'i haqida tarqalayotgan mish-mishlarga izoh berdi. Bir necha kun oldin aktrisa Feruza Normatova 23 yoshli jangchisi Allayor Abdushukurov bilan unashtirilgani ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Allayor Abdushukurovning avval bir necha marta uylangani haqida gap-so'zlar tarqaldi. Aktrisa Instagram sahifasi orqali barcha kuzatuvchilariga murojaat qilib ushbu mish-mishlarga izoh berdi. Aktrisa Instagramdagi jonli efirida obunachisining farzandi bo'lsa ham sizga farqi yo'qmi degan savoliga quyidagicha javob berdi. Ajralganlar-ku, nima farqi bor menga? Men 18 yoshli qizmanmi? Agar o'zimdan yoshi katta erkaklarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Kimningdir erini tortib olishim kerakmi? Bo'lajak turmush o'rtog'im ular bilan yashab yurgan bo'lmasa, ajralgan. Yaqinda bunga 1 yil bo'ladi. Men sizlarga haqiqatni aytaman, turmush o'rtog'im uylanmagan dedim. Ular rostdan uylanmagan. Kim bilan yashab, qanday hayot kechirgan bo'lsa, ikkala qiz ham yaxshi inson. Bittasining farzandi bor, xalq taniydigan qiz, obro'si bor. Yoshi mendan kichik, hayoti o'xshamagan. Ikkala qiz ham avval turmush qurib ajralgan ayollar ekan. Mening turmush o'rtog'im bilan u qizlarning shari nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men tepasida turmaganman. Men bilganim turmush o'rtog'im bilan tanishganimda birinchisi bilan ajralganiga salkam 1 yil, ikkinchisi bilan ajralganiga ko'proq muddat bo'lgan. Farzandim bor, unga qarayman. Ikkinchisi homilador, unga ham qarayman. Kartasiga pul tashlab, dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandimni ko'chaga tashlab qo'ymayman deb menga aytganlar. Xo'p deb buni qabul qilganman. Mengacha ular ajralishgan va hozir hayotida men borman. Ko'chada 10 ta farzandi bo'ladimi, 100 tami menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib shu bizning farzandimiz katta qilamiz desalar, men mamnuniyat bilan katta qilaman. Hech kimni ajratmayman, deydi Feruza Normatova.